Gviniya sportchisi Diyara Dongjiyo o'z do'stlari bilan Nurlat yurtuna bir necha taqir kirib chiqdi. Zamonida Toshkentda o'qiganga rus tilida yaxshi o'qisilishi, tatar tilini o'zlashtiruv hisobida bor. Я обещаю, что на среду встречу в Татарстане я буду разговаривать на татарском как тугай. Universiadada ağır atletika bo'yicha beygida prizli o'ringa chiqa olmadim, ammo Tatariston Qozonni ko'ra oluvim, Savantoyda qatnashuvim bilan baxtliman deydi. Мне понравится. Люди здесь веселые и все на своем месте, как говорят. Это нормально, это первое, но нормально. Мне понравится. Savantoy maydoni oldindagi improvizatsiyalangan milliy ovullarning barisi da xalqni o'zina tortib turdi. Tubatayli tatar, go'yar rus kishisi, Milayim Shuvosh yanashasida Amerikanlarni da, Xitoylilarni da, Koreyalarni da ko'rishga bo'la edi. Jirviyu bu kunni barisi ishida o'rtak bo'ldi. It's fantastic, it's very good, but for me, an African, it's very good. Tatar ovulun әлеге мәйданда Nurlatlar qurdi. Shigirdab turgan og'ash yer, zo'r muncha, bir degan qoralti qura, Savantoyda Nurlatlar Tatarning yashav ravishini motor etib chag'ildiruv ham qo'noqlar ko'nglini жеткирүү uchun barisida ishladilar. Молодцы, Nurlatlar bek yaxshi etib hozirlanib kelganlar. Nurlat bit endi uzlashmadi. Tege kim aytmıştı? Ayrim rayon shunday. Yuqori kulturali, ko'p millatli, ko'p dinli, mana shunday xalqlar do'stligini ko'rsata turgan mana degan uzlashmad etib kelganlar Nurlatlar rahmat bek zo'r. Qonaqlarning bu kunda nindigina martabalarini qarshilarga to'g'ri kelmadi. Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov shaxsan o'zida Nurlat shaharchiga bilan tanishib qarab chiqdi. Hisu prezidenti Klotluy Galiyenda Nurlat Baursag'an olz etdi. Qonaq oshi qora qarshi deganda Nurlat Savantoy o'zdirgan Qozog'istonning Semi shaharidan keluvchilar Nurlatning shekshak Baursag'ini totib qarab ularga o'z milliy qimizlarini taqdim etdilar. Spasibo. Motor kishilar ko'p. Ko'p kishilar shunda universiada kunning arasida shunday motor bo'ldi meyramimiz. Tanlıqlı yurttaşımız Moskvada metrolar saldırgan Azad Valiyev da tuğan yağın Savantoyni sağanıp Nurlat yurtuna kelgen. Yaz yete başlasa, dil uyuma kire, maylarda uyga kire başlayı. Emzeye katamin davlat elesi, emzeye kattip, girip, su boylarına varıp, dostlar bile görüşüp, tuğanlar bile görüşüp, yaşarga deyip şöyle, yıl sayın katamin, Savantoyna deyip şöyle. Bana biz bana şunda keldik şöyle sağınıp. Savantoyning rasmiy ulushi da keng masshtabli bo'ldi. Tatarning yashayishini shag'ildirgan bir kompozitsiyani ikkinchisi olishtirdi. O'nlagan ming tomoshabini shu hisobda 160 yildan kelgan qo'noqni sidirgan tribunalarda o'tiruvchilar yuzida bayram ruhi. Tub sahnada borgan tomosha qutlovlar ko'ngilning bor qillarini tebratirlik edi. Sizlar barasida bugungi bizdan milliy Savantoy bayrami bilan Şen ko'ngildan qatlayım, esenlik sog'liq barazg'ada. Bayramlarimiz motor o'tsin. Сабантуй – это общенациональный наш праздник. Сегодня Сабантуй мы празднуем в 55 регионах нашей страны, и 23 зарубежные страны тоже проводят Сабантуй. Сабантуй – это самый наш любимый праздник. И сегодня в рамках проведения Всемирной универсиады это подарок Казани вам, волонтерам, участникам, нашим гостям. Огромное спасибо Казани за этот праздник. Nurlat ovulundan kuni bo'yi xalq üzülmedi. Sport şaralari, jir biyu Savantoy qo'noqlarini betaraf qoldirmadi. Shulay bo'lmaydi. Nurlatning bunday darajadagi bayramlarni o'tkaruv tajribasi zo'r. Bir sinatmaganlarga sinovlar üstelip kine tura. Hizmet ko'p, şuna qaramasdan her bir tane bütün kişiye de sanıp tapşırmıyorlar. Şuna göre indi biz büyük şartlanıp bunamızı merapiyatilarda katlaşabız. Hem görgenlikçe Nurlat yurdunda kişiler bitip durmayı. Bunu bu bayramını hazırlayan barlık spesialistlarga bizning yetakchilarimizga barsına da büyük zor rahmetimni aytasim kile. Çından da hizmet zor koyulgan. Nurşuluk vakitte indi şu yurtta halkının uchrashib, tilashib, o'ynavlarini ko'rgach,
көңіл сатлана. Шуңа күрә мен ойлаймын, бұл булган хезмәт алар барсыла бушка узмады.